Paralarni ombordan omborga yoki hisob raqamini shotdan shotga ko'chirganimizda aktivlar menyusining DMZ bo'limida ko'chirish menyusi orqali bajariladi. Bunda ikkita yo'nalish bor. Birinchisi ombordan omborga ko'chiramiz, ikkinchisi o'lchov birligi bo'yicha, ya'ni qaysidir mahsulotlarimiz o'lchov birligi boshqa o'lchov birligi bilan keladi, chiqib ketishida boshqa o'lchov birligi bilan chiqadi. Aytaylik, quruqlarda ko'p bo'ladi yoki boshqa yerlarda tonnada kelgan narsa kilogramm yoki litrda, yoki tonnada kelgan narsa metr kvadrat yoki pogonniy metr almashib ketadi. Xuddi shunaqa holatlarda o'lchov birligini o'zgartirishda ikkinchisidan foydalanamiz. Hozir birinchisini ko'ramiz ombor bo'yicha. Ya'ni mana shu omborimizdagi mavjud tovarimizni, ya'ni xomashyolarimizni mana ro'yxatdan chiqarib oldik. Ro'yxatni ko'rsatadi, barchasini bossak va qanchadir qismi ikkinchi omborga o'tish kerak bo'ladi. Mana bu omborimiz, agar boshqa omborimiz bo'lsa, boshqa omborga o'tadi. Boshqa omborimiz bo'lmasa, hisob raqamini o'zgartirish mumkin bo'ladi. 10-shotimizdan mana shotlar turibdi. 10-shotlarimiz 10 dan boshqa shotga 10-20 yoki 08 ga yoki bo'lmasa boshqa tovar sifatida boshqa shotlarga o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunda mana 10 dan aytaylik, 20 ga o'tkazmoqchimiz. Yoki hisob raqami orqali yoki bo'lmasa ombor orqali ikkita o'lchov birligi bor. Hisob shot orqali o'zgartiramiz. Shot o'zgarsa qilamiz yoki bo'lmasa ombor o'zgarsa mana shu yerdan amalga oshiramiz. Aytaylik, mana shu 200 tani 100 tasi ikkinchi shotimizga olyapmiz. Buni saqlashga bosamiz. Bizning ombor hisobotimizda ikkinchi shotimiz paydo bo'ldi, 10-20. Mana 100 tasi chiqib ketib, o'rniga mana 10-20 da 100 ta qaytib kirim bo'ldi. Omborimizda o'zgarishlar avtomatik shakllanyapti. Ikkinchi ko'chirishni kiritamiz. Ikkinchisi o'lchov birligi bo'yicha. Aytaylik, bizda o'sha omborimizda mavjud bo'lgan mana shu deylik, mana 100 dona polietilenimiz donada kelgan ekan. Biz dona emas, endi buni kilogrammga o'zgartirishimiz kerak. Aytaylik, yoki boshqa bir o'lchov birligidan ikkinchi o'lchov birligiga o'tkazmoqchimiz. Buning uchun demak kerakli qismini yozamiz. Hammasini yozyapmiz. Mana shuncha 100 dona polietilenni biz 100 kilogrammli polietilenga almashtirishimiz kerak. Yoki boshqa o'lchov birligi qilganimizda umuman o'zgarib ketishi mumkin kilogramm miqdorlari. Mana kilogrammga o'tdi. Bu 100 donasi har bittasi 5 kilodan bo'lsa, misol uchun 500 kilo bo'lib qolishi mumkin. Demak 500 kilo polietilenga aylanyapti deb qo'yib yuborsak, har bitta kilogramm narxini alohida tizim chiqarib beradi va shuni qo'shish orqali yangi mahsulot qabul qilish mumkin bo'ladi. Agar mana bu yerda umuman boshqa nom bo'ladigan bo'lsa, xotirjam bemalol boshqa o'lchov birlik bilan yangi mahsulot qo'shib olsak bo'ladi va ma'lumotlarni kiritib saqlash tugmasini bosamiz. Bizda yana o'zgarish bo'ldi. Mahsulot xizmatlarida yana 100 ta polietilenimiz chiqib ketdi-da, o'rniga 100 ta polietilen plyonkamiz kilogrammdagisi kirim bo'lib qo'shilib qoladi mana. Hozir biz 100 tasini o'tkazib bu yoqqa chiqazgan edik. Endi mana 100 tasi chiqib ketib, mana bu 500 ta bo'lib qaytib kirim bo'ldi. Kilogramm sifatida. Bu omborimiz mana avtomatik ravishda shakllanib boraveradi.